Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Putinning qishki zarbasi, Zelenskiy va Klichko favqulodda qarorlar yoqasida. Donald Tramp AQSh bayrog'i ustida o'zgartirilgan xaritani e'lon qildi. Lavrovdan Vashingtonga ishora. Trampning rejalari nega Yevropa elitasi tomonidan barbod qilinmoqda? NATO Trampga Grenlandiya bo'yicha yangi kelishuv taklif qildi. CNN. Bu o'g'irlikka o'xshaydi. Norvegiyalik yollanma askar ayol Ukraina brigadasidan norozi. Tramp nega Erondagi namoyishchilarga yordamga kelmadi? Bugungi kunda Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida Amina programmasi to'liq ishlamayotganligi sababli sizlardan qonuniy registratsiyadan o'tishingizni tavsiya qilamiz. Agarda sizga трудовой договор, registratsiya, удовлетворение va shunga o'xshash huquqiy masalalarda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Putinning qishki zarbasi, Zelenskiy va Klichko favqulodda qarorlar yoqasida. Kiyevda 20-yanvar holatiga ko'ra Rossiya tomonidan o'qqa tutilishlardan keyin 1 milliondan ortiq iste'molchi hali ham elektr ta'minotisiz qolmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Zelenskiy Telegramda xabar qildi. Uning qo'shimcha qilishicha, Ukraina poytaxtida 4000 dan ziyod ko'p kvartirali uylar issiqliksiz qolgan. Zelenskiy mahalliy amaldorlardan an'anaviy takliflar berishni va vaziyatni barqarorlashtirish uchun energiya ishlab chiqarishni qayta taqsimlash bo'yicha biznes bilan muvofiqlashgan holda ishlashni talab qildi. Ertaga men aniq ravshan harakatlar va qarorlar ro'yxatini kutaman, dedi Ukraina rahbari. Kiyevda havo harorati -10 gradusgacha tushgan. Shahar rahbarining aytishicha, vaziyat murakkab, chunki uylarning aksariyati 9-yanvar kuni Rossiya Federatsiyasi muhim infratuzilmaga bergan zarbalardan keyin ikkinchi marta qayta ulanmoqda. Klichko shuningdek Germaniyaning xalqaro hamkorlik jamiyati Kiyevga 2 mini issiqlik elektr stansiyasi yetkazib berishini aytdi. Imzolangan memorandumga ko'ra, ular kelasi haftada Ukraina poytaxtiga olib kelinadi. Donald Tramp AQSh bayrog'i ustida o'zgartirilgan xaritani e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida o'zgartirilgan xarita tasvirini ulashdi. Unda Qo'shma Shtatlar davlat bayrog'i bilan belgilangan hudud sifatida Kanada, Grenlandiya va Venesuela ko'rsatilgan. Ushbu tasvir dunyo jamoatchiligining e'tiborini tortdi va xalqaro munosabatlar doirasida munozaralarga sabab bo'lmoqda, deydi RIA Novosti. Xarita sun'iy intellekt yordamida yaratilgan bo'lib, AQShning shimoliy va janubiy qo'shni hududlarini AQSh hududi sifatida aks ettiradi. Unga ko'ra Kanada, Daniya tarkibidagi avtonom hudud, Grenlandiya hamda Janubiy Amerikadagi Venesuela Amerika tarkibiga kirgandek ko'rinadi. Kanada bilan ham bog'liq oldingi izohlari uning ushbu mintaqalarga bo'lgan siyosiy e'tiborini yana bir bor qayta ko'rsatmoqda. Lavrovdan Vashingtonga ishora. Trampning rejalari nega Yevropa elitasi tomonidan barbod qilinmoqda? Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiyaning Ukrainaga qarashli Qrimni qo'shib olishiga oid holatni AQSh va Grenlandiya atrofidagi vaziyat bilan taqqosladi. U seshanba 20-yanvar kuni 2025-yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Grenlandiya xalqi o'rniga Qrim xalqini qo'yib ko'ring, shunda sizga ko'p narsa ehtimol tushunarli bo'ladi, dedi. Lavrovning da'vosiga ko'ra, Qrimda odamlar antikonstitutsion davlat to'ntarishidan keyin referendumga borgan. Grenlandiyada esa hech kim hech qanday to'ntarish qilgani yo'q. Shunchaki prezident Tramp aytganidek, bu hudud AQSh xavfsizligi uchun muhim. Qrim ham Rossiya Federatsiyasi xavfsizligi uchun, Grenlandiya AQSh uchun qanchalik muhim bo'lsa, shunchalik muhim, deya davom ettirdi Rossiya Federatsiyasi TIV rahbari. Shu bilan birga vazirning so'zlariga ko'ra, Daniyaning mazkur avtonom hududini Rossiya yoki Xitoy egallab oladi degan gaplarga hech qanday tasdiq yo'q. Biz shundan kelib chiqamizki, bu masalaga aloqamiz yo'q. Biz kuzatyapmiz. Albatta, bu jiddiy geosiyosiy vaziyat, dedi Lavrov. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. NATO Trampga Grenlandiya bo'yicha yangi kelishuv taklif qildi. CNN.
NATO bosh kotibi Ryuti AQSh prezidenti Trampga Grenlandiya masalasi bo'yicha yangi kelishuv taklif qildi. Bu haqda CNN xabar berdi. Taklif Grenlandiyani AQSh tarkibiga qo'shib olish rejasini bekor qilib, 1951-yildan beri amal qilayotgan mudofaa shartnomasini qayta ko'rib chiqishni, Xitoy investitsiyalariga nisbatan cheklovlar o'rnatishni nazarda tutadi. Ryuti o'zining diplomatik tashabbusi bilan ittifoqchilar o'rtasidagi tarang munosabatlarni bir qadar yumshatishga, mojaro va urushlarning oldini olishga harakat qilgan. CNN manbalarining xabar berishicha, Tramp bilan yaqin munosabatda bo'lgan 3 yevropalik rahbar Britaniya bosh vaziri Starmer, NATO bosh kotibi Ryuti, Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni masalani telefon orqali tinch yo'l bilan hal etishga harakat qilgan. Ryuti shuningdek Daniyani qo'shimcha harbiy kuch yubormaslikka chaqirgan. Grenlandiya Daniya qirolligining avtonom hududi hisoblanadi. Tramp bir necha bor uni AQSh tarkibiga qo'shib olish niyati borligini aytgan. Sabab sifatida Rossiya va Xitoy tarafidan kelishi mumkin bo'lgan xavflarni ko'rsatgan. Ammo Financial Times nashrining NATO razvedkasiga tayanib xabar berishicha, oxirgi yillarda Grenlandiya sohillarida Rossiya va Xitoy kemalarining harakati kuzatilmagan. Grenlandiya bosh vaziri Jens Frederik Nielsen orol Daniyaning bir qismi bo'lib qolishini aytgan. Yevropa ittifoqi esa Trampning bosh tahdidlariga javoban chora-tadbirlarni ko'rib chiqmoqda. AQSh bilan razvedka ma'lumot almashishini cheklagan. Bu o'g'irlikka o'xshaydi. Norvegiyalik yollanma askar ayol Ukraina brigadasidan norozi. Norvegiyalik yollanma askar Sandra Eyre Ukraina qurolli kuchlarining 157-mexanizatsiyalashgan brigadasi ilgari qarzga olgan avtomobilni qaytarishdan bosh tortayotganidan shikoyat qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, DXR Oliy sudi o'tgan yil oktyabr oyida Eyrani 2022-yil fevraldan 2025-yil yozigacha Rossiya armiyasiga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etgani uchun sirtdan 13 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan. Kimdir nima qilishni biladimi? Mehribonligim tufayli avtomobilni bo'linmaga qarzga berdim. Keyinchalik bo'linma jiddiy larzaga keldi va qo'mondonligi almashdi. Hozir esa mashinamni qaytarishdan bosh tortishyapti. Buni o'g'irlik ham deyish mumkin. Gap 157-mexanizatsiyalashgan brigada haqida ketmoqda, deb yozgan Eyre ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Uning so'zlariga ko'ra, avtomobil 157-brigada nomi bilan emas, balki uning Kiyevdagi tanishi nomiga ro'yxatdan o'tkazilgan. Yollanma ayol ushbu holatni o'ta hurmatsiz, noprofessional va ahmoqona xatti-harakat deb atab, obunachilardan mashinani qanday qilib qaytarish mumkinligi bo'yicha maslahat so'ragan. Tramp nega Erondagi namoyishchilarga yordamga kelmadi? Tramp 2-yanvar kuniyoq Erondagi vaziyatga aralashishi bilan tahdid qilgan bo'lsa-da, uning ma'muriyati o'sha vaqtda namoyishlarni Oyatulloh rejimiga jiddiy tahdid sifatida ko'rmagan. Amerika razvedkasi avval boshdan ko'chalardagi chiqishlarni yetarli darajada g'ayratli emas deb baholagandi. Lekin bu baho 8-yanvarga kelib o'zgardi. Bu vaqtda Erondagi namoyishchilar faolligi keskin ko'tarildi. 14-yanvar kuni Oq uyda ham, Yaqin Sharqda ham Tramp hujum haqida buyruq berishni kutib turishgandi, deya yozadi Axios va The Washington Post. Shu vaqtda Eron o'z osmonini yopadi. AQShning Yaqin Sharqdagi asosiy harbiy bazasidagi xodimlarni evakuatsiya qilish boshlanadi. Buyruq prezidentning milliy xavfsizlik bo'yicha jamoa bilan kunduzgi yig'ilishidan keyin bo'lishi kutilgandi, ammo buyruq baribir berilmaydi. U vaziyatni kuzatishda davom etishni istadi, deydi Axios manbasi. The Washington Post ma'lumotiga ko'ra, 14-yanvarda barcha Eron bo'ylab zarba berishni boshlashga buyruqni kutib turganida, Uitkov Trampga Eron hukumatining vaziyatni yumshatish belgisi sifatida namoyishchilarni yoppasiga qatl etish rejasini bekor qilishga tayyorligi haqidagi xabarini yetkazadi. Keyinroq AQSh prezidenti Erondagi vaziyatni murosa bilan izohlarkan aynan shunga ishora qildi. Tramp jurnalistlarning Eron rejimiga nisbatan tahdidlari nega amalga oshmagani haqidagi savollariga javob bera turib, shu tahdid yuzini saqlab qolishga qaror qilgan bo'lishini mumkin. Ammo uni Eronga zarba berishdan voz kechishga majbur qilgan boshqa pragmatik sabablar ham bor edi. O'sha kuni 14-yanvarda Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan qo'ng'iroqlashadi. U Isroil 2025-yil yozida Eron bilan bo'lib o'tgan 12 kunlik urushdan keyin o'z resurslarini hali tiklab olmagani va Tehron tomonidan Washingtonning hujumiga bo'ladigan javobga tayyor emasligidan ogohlantiradi. AQShning Yaqin Sharqdagi boshqa ittifoqchilari Saudiya Arabistoni, Qatar va Misr ham o'z xavotirlarini bildirishgan. Ular butun mintaqada beqarorlik yuzaga kelmasligi uchun Oq uyni Eronga qarshi harbiy harakatlardan qochishga chaqirgan. Pentagonning AQSh hozirda Yaqin Sharqda Eronning qarshi hujumini qaytarish uchun yetarli harbiy kuchga ega emasligi haqidagi mulohazasi ham muhim rol o'ynagan. Tramp unga taklif qilingan harbiy variantlar kutilgan natijani berishiga va butun Yaqin Sharq mintaqasi hamda o'zining benuqson obro'si uchun muammolar keltirib chiqarmasligiga ishonchi komil emasdi, deb yozadi The Washington Post. Zarba Erondagi rejim o'zgarishiga olib kelarmidi? Javobi aniq yo'q. Hujumning salbiy oqibatlari ham rejimni jazolash nuqtai nazaridan har qanday foydadan ustun bo'lardi. Oxir oqibat bularning barchasi xarajatlar va foyda tahlilidir, deydi gazetaning Oq uyga yaqin bo'lgan suhbatdoshi. Sizlarga kezmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.